Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Mana bugun 16-aprel 14 kunlik umra safarimizga yo'lga chiqdik. Alhamdulillah, umrachilarimiz bilan inshaalloh duo qilib turasizlar. Yo'nalishimiz O'sh, Kuvayt, Madina inshaalloh. صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Azizlar, mana hozir Madina Munavvaraga ham yetib keldik. Alhamdulillah. خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Mana bugun umrachilarimiz bilan Madina shahri bo'ylab ziyoratlarga chiqqanmiz. Hozir avval umrachilarimizni Masjidul Qubo mana shu yerga olib keldik. Qubo masjidiga barcha umrachilarimiz shu hozir 2 rakatdan Qubo masjidi namozlari o'qiymiz. Alhamdulillah. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Mana hozir Qubo masjidimiz mana shu yerda 2 rakatlardan namoz o'qidik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda ajib bir hadislari bor. Kimki Qubo masjidiga tahoratli holatda kelib, uydan tahoratli holatda kelib, mana shu Qubo masjidida 2 rakat namoz o'qisa, maqbul bo'lgan umrani, savoblarini, ajrlarini oladi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda ajib bir hadislari bor. Shunga muvofiq keldik, mana inshaalloh 2 rakatdan namozlarni o'qidik. Umidvorimiz mana shu maqbul bo'lgan umralarni, savoblaridan mana hojikalarimiz hammasi chanqaganlar mana shu yerda suv ichyapti, ya'ni Zamzam emas, bu yerda oddiy filtrlangan suvlar. صاغه الرحمن بالنعم صفوة الباري وخيرته. Azizlar, alhamdulillah, mana hozir umrachilarimizni xurmo bog'larga olib keldik. Mana shu yerda xurmolarni olishadi, uydagilarga, vatandagilarga, qavm qarindoshlariga. طابت الدنيا ببعثته جاء بالآيات والحكم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد خير خلق الله يا خير خلق الله محمد يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا حبيب الله يا رسول الله محمد. Mana hozir biz umrachilarimizni ikki qiblali masjid, Qiblatang masjidiga olib keldik. Mana bu yerda ham hozir umrachilarimizni tushuntirib beramiz, namozlarni o'qishadi va inshaalloh Uhud tomon qarab yo'lga chiqamiz inshaalloh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح
وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان mana shunday chiroyli qilib hani ikki qiblali masjidni ikkinchi etajlarini mana shunday chiroyli tarzda qilib qo'ydi maşalloh. Yani umrachilar kelib mana shu yerda ibodat qilishligi uchun sharoitlar qilib berdi. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Albatta bu Allohning fazli karami bilan hozir umrachilarimiz barchasi kelishmoqda. Subhanalloh. تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى Alhamdulillah. Azizlar umrachilarimizni Uhud maydoni, ya'ni Uhud tog'ini oldiga olib keldik. Uhud jangi bo'lib o'tgan mana shu yerda va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza roziyallohu anhu mana shu yerda shahid bo'lganlar va mana shu shahidlar qabristoni mana shu o'rab qo'yilgan yer. Umrachilarimizga hukm suhbatulloh bilan birgalikda tushuntirib beramiz. Alhamdulillah. Azizlar mana bu ortimdagi bo'lsa Uhud tog'i, mana shu Uhud maydoni mana shu yerda jang bo'lgan. Ana shu Jabalur Rumo, ya'ni kamonchilar tevaligi, kamonchilar ana shu yerda bo'lgan. يطوى زمان بئيس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Alhamdulillah. Azizlar, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Mana hozir umrachilarimizni mushafga, ya'ni Qur'on bosmaxonasiga olib keldik. Mana shu yerda hozir umrachilarimizga ko'rsatamiz. So'rasizlar, mana avval Qur'onlar kashtalarda bo'lgan, mana qanday holatda bo'lgan, hammasi bor. Mana kelaveringlar. Kelaveramiz. Lekin kameraga olish mumkin-a? Yuraver mana. Mana bu ko'zi ojizlar uchun. Mana qo'lda, qo'lda shunday qilib ko'rib o'tib ketaverasiz. Sekin yuraverasizlar. Maşallah. Ko'zi ojizlar uchun hamma narsani chiqarib qo'ygan bular. Ko'zi ojizlar uchun ekan mana. Qorilar qayerda o'tiradi aka? Hozir ichkarida o'tiradi qorilar. Maşallah, tabarakallah. Subhanallah. Yürüyoruz. Alhamdulillah. Hozir mana bu yerda umrachilarimiz uchun mana Qur'onlar hadiya qilinadi. Subhanalloh. Subhanalloh. Mana hozir umrachilarimiz Qur'onlarni olyapti. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo hamdlar bo'lsin. Qur'onlarni olishda barchasi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana biz hozir umrachilarimizni Xurmobog'iga olib keldik. Mana shu yerda ozgina bir mehmondorchiligimiz bor. Umrachilarimizni mana shu yerda hozir mehmonlar qilamiz. Alhamdulillah. Mana joylar tayyor hozir inshaalloh umrachilarimiz uchun. Mana samovar oshlarni. Osh qilishni ham bilasiz ekanda. Ya maşallah. Rahmatga. Toshkent palov aka. Toshkent palov. Qo'ying. Qani beringlar. Bitta berib yuboringlar. Amin. Amin. Birga Alloh baraka bergan. Amin. Jamoatimizga ham Alloh baraka bersin. Yana yilga ham mana shunaqa to'planishdan Alloh ayirmasin. Allohu akbar. Menga gap yo'q. Boshlarimizni ham umriga rizqiga Alloh baraka bersin. Qo'shgandan qo'sha qilsin. Bola chaqasidan tinch bo'lishni Alloh shularga nasib etsin. Lekin mana shu ishdan ayirmaylar jon bolalarim. Ammo ko'p odam duosini Alloh qilar. Rahmat. Allohu akbar. Rahmat.